Mani yonimga bitta klient kelib, eng yaqin dugonam shunaqa depressiyaga tushib qolgan. Hech qanaqasiga siz oldingizga kelishingizga ko'ndira olmayapman. Psixologlarga borishni xohlamayapti dedi. Nima qilay deb so'rayapti. Yaqin odamingiz tushkunlikka tushib qolsa, uni nima qilish kerak? U bilan ko'rishganingizda, uni hech qanaqa aybini muhokama qilmang. Nima bo'lganda o'zi, keyin seni ham xatolaring balki qidirib ko'rarmiz, shu yerda sen xato qilgandirsan demang. Keyin unga darrov maslahat berishga ham shoshib ketmang. Mana qilgan, bu inson bilan boshqa ko'rishma, bu ishni boshqa qilma deb sразу maslahat berishga shoshilmang. Uni nima qilasiz? Shunchaki uni yoniga o'tirasiz. Uni eshitasiz, bo'ldi. Savol javoblarsiz, faqat eshiting. U o'rtog'ingiz ichidagini gapirib bo'shab olsin. Keyin nima qilasiz? Uni ko'ziga qaraysiz, hamdardligingizni bildirasiz va uni quchoqlaysiz. Quchoqlab unga shunaqa deysiz: "Men seni tushunaman. Men sen bilanman. Men seni yaxshi ko'raman." Bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. U sizdan shu gapni kutadi. Bo'ldi. Uni muhokama qilmang. Bu videoni shunaqa depressiyaga tushib qolgan, nima qilishni bilolmayotgan o'rtog'ingizga borib qo'ying.